Bu nima ahvol, bu nima ahvol? Kommentariyada fikrlarini qoldirib ketinglar. Navbatdagi murojaat bo'yicha kelganmiz Toshkent shahri Chernayevga, Tamojniy tarafga. Aristonimizdan tok uryapti. Hamma joyda tok bor, haqiqatan ham. Ustanovkada juda katta xatolik. Mana buni turli adapterlar bilan qo'yilgan, obratniy klapanlari yo'q. Bunda himoya vositalari va graduslarni ham maksimumga qo'yib qo'ygan. Oxirgi gradusga qarang, burab qo'ygan maksimumga. Natijada tepadagi mana bu gradusda o'lchaydigan oxiriga kelib qolgan. Qarang, haddan ziyod ichkarida bosim ham ko'p, issiqlik ham ko'p degani. Bu yaxshi emas. Kimda uyda bo'lsa qarab qo'ysin o'shanisiga. Hozir buni chiroyli holatga keltirib beramiz. Toshkent bo'ylab kimga shunday Ariston do'q ko'ntir xizmatlari kerak bo'lsa, tozalash, o'rnatish, remont qilish xizmatlari yuqoridagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Mana hozir buni chiroyli holatga keltirib utuklarda chiroyli qilib adapterlarni qo'yib, shlankalarda obratniy klapanlarni ham joy-joyiga qo'yib, himoya vositalarini qilib, bexavotir qilib berdik va ekonom rejimga qo'yib qo'ydik. Ichlarini ham top-toza qildik, yangi holatga keltirdik. Videoga olishga imkoni bo'lmadi. Xizmatlarimizdan foydalanmoqchi bo'lsalaring, mana shu raqamlarga bemalol murojaat qilasizlar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'ying, podpisatsiya bosish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.